Assalamu alaykum aziz dostlarım. Mening ismim Gülcennat. Belgiyada yashayman. Men va o'g'lim Iltari sizlarning moddiy va ma'naviy jihatdagi qo'llashinglarga ehtiyojimiz bo'lganligi uchun sizlarga bu murojaatnomani sunmoqchi. O'g'lim Iltari tug'ilgan vaqtida ustamaq yeriq tug'ilganlik sababidan hozirgacha anglash, normal yetilish va gap qilish iqtidori ojiz bo'lib keldi va bu sabablardan cho'ng kichik bo'lib 4-5 operatsiyani beshidan kechirdi. Undan so'ng o'g'lim Iltariga 2-25 vaqtida 3-darajalik, ya'ni yenik darajalik autizm diagnozi qo'yildi. O'g'lim Iltari hozir 5,5 yoshda va hech bir shaklda gap qilolmaydi va hatto og'zidan biror tovushmi chiqarolmaydi. 2 yildan beri Iltari doktorimizning yo'l ko'rsatishi bilan alohida maktabga berib til terapiyasini qabul qilgan bo'lsa, hech bir shaklda ilgirlash bo'lmadi. Men izchil izlanish va maslahat so'rash orqali Istanbulda Iltarishdek ahvoldagi bolalarga yuksak saviyada va texnik inchki bir shaklda o'zal eğitim va konuşma terapiyasi beraydigan eğitim markazlarining borligini bilgandan keyin tekrar o'rganish orqali o'g'lim Iltarishni Istanbulga olib borib davolashni qaror qildim. Men yillardan buyon ikki bolamni yolg'iz boqayotganligim uchun Istanbulga berib bolamni davolashdan iborat bu jarayon menga osonga to'xtamaydi. Ammo men bir ona bo'lish sifatim bilan farzandimning sog'lom, xushal-xo'ram o'sib yetilishi uchun qo'limdan kelganining ortiqini qilish mening majburiyatim. Bu qisqagina 6 oylik davolash yoki eğitim jarayoni o'g'lim Iltarishning balliq mazgiliga va yoki buningdan keyingi hayotiga zo'r qulayliklarni olib kelishi mumkin. Bu vajdan o'g'limning Istanbuldagi 3 oydan 6 oygacha bo'ladigan davolanish uchun sizlardan bizga ma'naviy va moddiy jihatdan yordam qilishinglarni umid qilaman. Tama ko'l bo'la degandek o'g'lim Iltarish uchun yordam qilinglarni ayamagan bo'lsanglar sizlardan to'liq minnatdor bo'lgan bo'lamiz. Rahmat sizlarga.